Yaqında mening bir do'stim oylik 5000 ko'ylik maoshdan voz kechib berib aspirantlikda o'qidi. Ham aspirantlikda o'qiydigan o'qish puli, boshqa turmush puli, boshqa xarajatlarni qo'shganda yiliga taxminan 30-40 ming ko'ydek pul xarjlaydi. Undaqda men sizdan so'rab baqsam, shu do'stim aspirantlikda o'qish uchun sarf qilgan tanarx qancha bo'ldi? Balkim siz u sarf qilgan tanarx shu yillik xarjlagan 30-40 ming ko'y pul bo'lmamdi deyishingiz mumkin. Lekin agar siz rost shunday o'ylagan bo'lsangiz, sizda iqtisodiy kalla yo'q ekan. Iqtisod ilmida fursat tanarxi deb bir hukm bor. Fursat tanarxi deganimiz siz bir ishni qilish uchun yana bir ishni qilishdan voz kechib to'lagan badalni ko'rsatadi. Bundoq aytganda shu do'stim aspirantlikda o'qiganda yilga 30-40 ming ko'y pul xarjlaydi, lekin u aspirantlikda o'qish uchun yilga 60 ming ko'ylik maoshdan voz kechdi. Shunga uningki fursat tanarxi u xarjlagan 30-40 ming ko'y pul olmaydi, balki u voz kechgan 60 ming ko'ylik yillik maoshi bo'ldi. Biz har kuni har xil tanlashlarni qilyapmiz. Har bir odamning vaqti bo'lamdi, puli bo'lamdi, boyligi bo'lamdi, hammasi cheklik bo'ldi. Shunga biz ma'lum bir narsa erishish uchun amalsizlikdan ba'zi yana ma'lum bir narsalardan voz kechishimiz kerak. Iqtisod ilmida bo'lsa biz amalsizlikdan voz kechgan shu narsalar dal biz hozirgi tanlash uchun to'lagan fursat tanarxi bo'ldi. Fursat tanarxini tushungandan keyin biz odatdagi turmush usullarini yoki xizmatlar bilan texnik aqllarni tanlashlarni chiqara olamiz. Masalan, siz menga 100 ming ko'y mablag' soldingiz. Bir yildan keyin men o'sha 100 ming ko'yni bir pog'ni kap qilmay sizga qaytarib berdim. Undaqda siz ziyon topdingiz ham foyda olmadingiz. Shundaqmi? Undaq emas. Agar siz shu 100 ming ko'y pulni bankka qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, yillik o'sim nisbatini 5% bo'yicha hisoblagandimi, bu pulingiz bankda 1 yil tursa, sizga 5 ming ko'y foiz chiqadi. Agar siz shu 100 ming ko'yni boshqa bir kichik oshxonaga dasma hisob qo'ygan bo'lsangiz, u oshxona balkim sizga yilga 10 ming ko'y yoki 20 ko'y foiz yaratib berishi mumkin. Shunga garchi men 100 ming ko'y pulni bir pulnim kam qilmay sizga qaytarib bergan bo'lsam-mu, lekin amaliyotda siz yanlam ziyon tortdingiz. Chunki fursat tanarxining ma'nosi siz bir ishni qilish uchun yana bir ishni qilishdan voz kechib to'lagan badal. Hamda eng boshqa shu do'stimning hikoyasiga qaytib kelsak, ba'zilar fursat tanarxi hukmini bilganiki dizida u do'stingiz aspirantlikda o'qish uchun to'lagan fursat tanarxi yiliga 60 ming ko'y bo'ldi. Shunga u o'qimay berib xizmat qilish kerak. Lekin rost shundaqmidi? Mushu ko'z qarashga siz qanday qaraysiz? So'z qoldirish rayonida birlikda fikrlashib baqsaq bo'ldi.